Biz undan ham osonroq raqib tanlab chiqsak bo'lardi. Qoida buzildi. Hakam ko'rdi, hammasini ko'rdi. Jaloliddinovga nisbatan qo'pollik. Там была война. Там не было футбола. Там рубка была. Qachon o'ynagan bo'lsak, ular bilan har doim shu urush, nimadir bo'lgan, skandal bo'lgan, provokatsion o'yinchilarda boshqachada ular. Shu o'rganib qolganmiz bu narsaga. Oldin juda pand yerdik bu narsani. Bizda faqat pandga qizil olaverardik ularga qarshi. O'zimizni ushlab tura olmasdan. Buni VAR ko'rish kerak. O'rtoqlar, VAR ko'rish kerak. Ikkinchi marotaba hozir Jasur Jaloliddinovga nisbatan yovvoyilarcha munosabatda bo'lishyapti. Endi ko'rish kerak. Bu VARdagilar bormi, ishlashyaptimi? Jasur Jaloliddinov. Bunga o'zi ikkinchi marta qo'pollik ishlatishdi. Shunga umuman u qizishmayotgani meni xursand qilyapti. Chunki ko'rsatma shunaqa bo'lganda, bolalar provokatsiya qiladi bular, ana qo'pollik ishlatadi, boshqa bo'ladi. Chunki teoriyada ham xuddi shunaqa gap gapiriladi, qo'pollik ishlatadi. Hamma anaqasini ishga solib ko'radi, uchish yo'lida. Salla bularga uchmalari. Bu ajoyib imkon. Birinchi bo'lib yutqazamiz. Gol! Qarab o'tirmadi! Norchayev fenomenal Ronaldo kabi o'ynab yubordi. Yo'l urganimda, shuni burilganimda dadamlarga to'g'ri qarab qoldim. Qarab shunday xursand bo'lganlarini ko'rdimki, hamma charchoq, shuncha yil qilgan mehnatim, shuncha qilib qiynalgan narsalarim o'zi ko'zimga oldiga ko'rinmay qoldi. Birinchi o'rinda ota-onangizni xursandchiligi-ku. Ota-onangiz shunday bo'lsa